Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Bugun Phantom Motor avtosalonida hozirda sotuvda mavjud bo'lgan Phantom Miller refrigerator avtomobilini obzorini ko'ramiz. Ushbu Phantom Miller avtomobilimiz boshqa Millerlardan farq qilmaydi, faqat bort jihatdan o'sha Honor Box, ya'ni Turkiya sifatida ishlab chiqarilgan bort ustanovka qilingan va Webstore brendi ostida ishlab chiqarilgan agregat, ya'ni muzli xolodilnik o'rnatilgan avtomobilimiz 12 kuba yukka oladi. Avtomobilimiz 1 tonna 600 da hujjati bo'yicha yuk ko'taradi. O'zi 4 tonnagacha ham yukni bemalol ola oladi. Endi Perevalga agar chiqishni o'ylayotgan bo'lsanglar, 3,5 tonna, 3 tonna yuk bilan propanda harakatlanganda chiqyapti deyishyapti shofyor akalarimiz. Xo'p, endi ichkarisini ko'rsatadigan bo'lsak, boks ichini mana qalinligini ko'ryapsizlar. 4 sm tashkil etadi. Sandwich panel sifat shu yerdan ma'lum. Ko'rib turganinglarda bu yoqlarni ham o'sha ertaga muzlatgan paytinglarda bu yog'i sirpanib ketib qolmaysizlar ichiga chiqqan paytinglarda. Va agregatimiz ko'rinishi. Xo'p, ichida освещениялari ham bor, ko'rib turganinglarda. Buni bemalol o'sha muzlatilgan narsalar tashishga, do'konlar tarmog'i bo'ladigan bo'lsa, ularda ishlatishga olsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz o'ta sifat bilan ishlangan. Yon taraflarida ham eshiklari mavjud. Xo'p, Phantom Miller endi xarakteristikasi haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, avtomobilimizda 2 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan, Danel firmasi, Xitoy brendi. Xo'p, 4 ta silindrli bo'ladi avtomobilimiz, 136 ot kuchiga ega. Xo'p, 14 litr yoqilg'i sarflaydi, benzinda 92 plus. Xo'p, avtomobilimizning ichki qismlariga keladigan bo'lsa, hapshifkalari eko-koja, bu yoqlari ham eko-koja. Bunda ko'rinishidan qimmat mashinaga sal endi tortadi, endi unaqa qimmat bo'lmasa ham. Ko'rib turganinglarda gidravlitskiy rul, bu tablolari ko'rishingiz mumkin. Va oldida bunda bemalol 3 ta odam hujjati bo'yicha yoziladi. Shofyordan tashqari, ya'ni 2 ta odam bemalol olsa bo'ladi. Avtomobilimizning narxi 345 million 96 ming so'm tashkil etadi. Hozirda avtomobilimizni bemalol Toshkentda joylashgan Phantom Motor avtosalonidan xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda raqam qoldiramiz. O'sha raqamga aloqaga chiqib, batafsil to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.